Assalamualaikum, emin diyor kabunasay. Bize xudo xohlasa bugun Qo'shko'pir tumanidamiz. Beda Astanariq modelli eshigimizni dabor nalishik qilib, 6 dona dinamli, 4 dona yarma qilib qo'yib dabor nalishik komplekt. Qolganini video davomida ko'rib borasizlar. Ishlarimiz sifatidan o'zingiz baho berasizlar. Yoqqan bo'lsa bir like bosasizlar. Bizning kuzatishda davom etinglar. Abunachilari mijozimiz Atavoyanni o'zlaridan fikrlarini eshitamiz. Xudo xohlasa, Atavoya bizani qilgan xizmatimizdan, eshitlardan, hamma xizmatlardan siz rozimisiz? Bizning haqida fikringiz nechik? İşimiz haqida. Rahmat Ulug'bekjon va sizlar ishlardan ko'nglimiz to'q. Yaxshi, hammasi joyida. Boshqalarga tavsiya berasiz? Boshqalarga ham tavsiya beramiz. Shulardan alıp o'rnatinglar eshiklarda yana. Rahmat, sog' bo'lasizlar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Barakat toping, mehnatingiz joyina tushsin. Hamma. Xudoyim to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Shu eshiklarimiz har doim shu to'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat etib, bizlarga duo qilib o'tiring. Rahmat, sog' bo'lasizlar, umringiz uzoq bo'lsin. Kasb-karingizdan barakat toping. Rahmat. Hamma yaxshi kunlarda uchrashib yuradi. Rahmat. Topqanlar yaxshi kunlarga buyuraversin. Sog' bo'lasiz. Emin Demirok abunachilari, bizning kuzatishda davom etinglar. Ishning sifatli, ajoyib, ayniqsa dum bejirim ko'rinishda eshiklar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol murojaat etasizlar. Tez, aniq muddatda va sifatli tarzda yetkazib beramiz. Sifatına gap yo'q. Malades, rahmat.